Hello everyone, yaxshimisiz ko'pchilik. Kinoda İngilizce ügənəyli yürüş dərsimizə xoş gəlibsiz. Bu bizning 29-cu sınıf dərsimiz. Biz bu qismliq dərsimizdə The Godfather, Ataman degan kinoning 3-cü bölümündən ingilis öyrənimiz. Bunun 1-ci bölümündən biz burunqi bir dərsimizdə toxtalğan. Endi bu 3-cü bölümü oxşaş yana şu 1-ci, 2-ci bölümün davamı. Maria Puzo'ningki şu romanı asasen işlengen bu kino iş qilib shunda yaxshi kino. Men bu yuqori baho berman. Ham shu kino tarixida eng yuqori baho berilgan kinolarning birisi bu. Ko'rib baqsanglar bo'ldi. Unda olsa bizga kelmoqchi bo'lgan tunji so'z ekran qaraylik. We can build on that for their sake. Yana bir anlamda. We can build on that for their sake. For somebody's sake. For somebody's sake. Sake degan mushu ma'lum birisining birovning qanda haqqi hurmat uchun yoki ma'lum bir qanda yordam qilish uchun. For somebody's sake. Buni hamda balkim for God's sake deb anlam bo'lishi mumkin. Iloh. Xudoning hurmatida degandek gaplar bor bizda. Shuni ham for God's sake dedi. Unda olsa, buni men jumla tuzib beray. For my own sake, I'm going to take a few extra days off. For my own sakes, I'm going to take a few extra days off. For my own sake deyince özümning haqqida bo'lsa-mu, özümning haqqi yoki özümning o'zi yardım bo'ldi deb mana tushunsan bo'ldi ki özümning haqqi uchun bo'lsa-mu, I'm going to take a few extra days off. Day off degan aram olmoq degan gap. Take a day off qanda aram olish. Extra ortiqcha qanda shu o'zimning haqqi uchun bo'lsa-mu, bir ko'p azroq yana ortiq kun aram olmoqchi degan gap. I'm going to manda qilmoqchi. Bir qancha kun ortiq aram olmoqchi deb tushunsak bo'ldi. Bunun yana bir cümle tuzsam, I made a meatless dinner for John's sake. He's a vegetarian. I made a meatless dinner for John's sake. He's a vegetarian. Aş John'ның hurmati uchun. John degan odamning, ha? Yo'q, shuning yordam xarakterlik. Shuning hurmati uchun qanda men bu kechki tomoqni go'shtsiz qildim. U qanda vegetarian, go'sht yemaydi demoqchi. I made a needless dinner for John's sake. He's a vegetarian. Unda esa keyingi kelmoqchi bo'lgan so'zni ekran qaranglar. Kill this bastard. He's the one who needs the help. So kill him. What does all this have to do with me? Yana bir anlamda. So kill him. What does all this have to do with me? Have to do with. Have to do with. Bu mu qo'llanishal qiyinlikdan yuqori bir so'z birikmasi. Uchinchi shaxs bo'lib qolsa has to do with bo'lib keladi. Ma'lum bir narsa bilan qana munosabati bor degan gap. Masalan, this has nothing to do with you. This has nothing to do with you. Bunun sen bilan aloqasi yo'q degan gap. This has nothing to do with you. Uchinchi shaxs kelganda has deb keldi-ku. Yana bir jumla tuzsam, what did it have to do with us? What did it have to do with us? Bunun biz bilan nima aloqasi? What did it have to do with us? Bunun biz bilan nima aloqasi? Sen bilan aloqasi bor degan nima deymiz? It has something to do with you. It has something to do with you. Sen bilan cho'qim aloqasi bor degandik. Bu mu ishilchalik qiyindan yuqori bo'lgan so'z birikmasi. Unda biz bermoqchi bo'lgan eng oxirgi so'z birikmasiga ekran qaraylik. In Mr. Corleone's hands. Subject to an audit and final ratification which must take place in Rome. Yana bir anlamda. Subject to an audit and final ratification which must take place in Rome. Take place. Take place. Bu mu ishilchalik yuqori so'z birikmasining biri. Take place degan gap, buni take'ni ayirmaganmaymiz, place'ni ayirmaganmaymiz, undan ma'no chiqmaydi. Take place bir ishning yuz berayotganligi yoki planlanayotganligi. Shu ishning planlanishimi yuz berayotganligini qanday take place deymiz. Masalan, the next meeting will take place on Thursday.
The next meeting will take place on Thursday. Kelar qitimliq yig'in payshanba kuni o'tkazildi deymiz endi, yuz berdi demak. Kelar qitimliq yig'in payshanba kuni o'tkazildi. The next meeting will take place on Thursday. Talks between the two sides are still taking place. Talks between the two sides are still taking place. İki taraf o'rtasidagi parang, buni parang desek bek toza adabiy chiqmaydi ekan. Shu parang deyilganimizda buni talkni damalliq kalam kelmay qoldi. İki taraf o'rtasidagi suhbat deyiladi. İki taraf o'rtasidagi suhbat are still taking place. Texicha davomlashyapti deymiz endi. Take place. Yuz bermek ha. Bundan buyon so'z berkimlarini yig'incha qilib etsam, for somebody's sake have to do with take place. Take place yuz bermek. Have to do with degan bilan munosabati bor. For somebody's sake birovning haq-hurmati uchun yoki shunga yordam tegib qolsa degandek ma'no ifodalaydi. Bugungi darsimiz mushagicha, tushunmagan nuqtalar bo'lsa, sizga shart qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.